Kosonsoyda bolalarni xavf ostida tashigan haydovchiga chora ko'rildi. 25 kishi siz bilan. Joriy yilning 23-aprel kuni Kosonsoy tumani Jar mahallasi hududida tuman yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan Damas rusumli avtomobil to'xtatildi. Tekshiruv davomida avtomobil salonida 1 nafar ayol va 25 nafar bolalar bo'lgani aniqlandi. Haydovchining ma'lum qilishicha, u bolalarni shu mahallada joylashgan xususiy bog'chaga olib borayotgan bo'lgan. Biroq avtomobilning texnik imkoniyatlari bu miqdordagi yo'lovchilarni xavfsiz tashishga mo'ljallanmagani barchaga ma'lum. Kosonsoy tumani Jar mahallasida xizmat olib borayotgan vaqtimda Damas rusumli avtotransport vositasi tekshirish uchun to'xtatilgan vaqtda transport vositasi salonida 25 nafar bog'cha bolalari borligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Tasvirlarga ahamiyat bersangiz, bolalar zich holda avtomashina saloniga joylashtirilgan. Bordiyu haydovchi qaltis harakat qilsa, ularning barchasi jiddiy ziyon ko'rishi mumkin. Bolalar qopdagi kartoshka yoki un emaski, ustma-ust taxlab qo'ygani. O'ylaymizki, haydovchi va haydovchini shu ishga jalb etgan bog'cha mas'ullari tegishli xulosani olishdi. Ertalab davasimga bola bog'chalar yuklaganimda, o'zim 7 tadan ortiq mumkin emas edi. Men 25 ta bolalar yuklagan paytimda o'zimizni gay xodimi kelib ushlab, bizga tushuntirish ishlari olib borib, mashinani jarima maydoniga olib kelib qo'ydi. Qilgan ishlarimdan pushaymonman. Qaytarilmaydi, ota-onalardan uzr so'rayman. Boshqa bu ishlar takrorlanmaydi. Endi unaqa qilmaymiz. Uzr hammasini belgilangan tartibda tashib yoki ota-onasini bo'yniga qo'yamiz. Bolalarni bog'chaga kelib ketishiga. Bu holat barchamizga jiddiy saboq bo'lishi lozim. Farzandlarimizning hayotini xavf ostiga qo'yishga hech qanday bahona yo'q. Har bir bola bizning kelajagimiz. Ularning xavfsizligi esa barchamizning mas'uliyatimizdir. Hurmatli haydovchilar, ogoh bo'ling va bunday holatlar siz bilan ham takrorlanmasligi uchun qonunlarga qat'iy rioya qiling.